akalar video boshidan bir idealniy traktorni ko'rsatib o'tishga judayam oshiqdim o'zim ham. Xorazmlik akalar uchun alohida temadagi traktor desa ham bo'ladi do'stlar. Ko'pchilik akalar izohlarda Xorazmdan ham uchun deb qoldirgan ekan. Hali Xorazmdan hamma viloyatdan traktorlarimiz, texnikalarimiz bor. Albatta videolarni oxirigacha ko'rib boring. Mana bu traktorni akamiz videosini tashlabdi. Endi shunaqangi traktor, shunday olsangiz soqqani bosadigan traktor desa ham bo'ladi. Idealniy holatdagi mana akamiz yoqib ko'rsatgan, hamma ichki holati, salonlarni, motorlarini, yonishini, hadovoylarni hammasini idealniy holatda ko'rsatib o'tibdilar. Akamizga alohida rahmat desa ham bo'ladi. Bunaqa ko'rsatish menimcha kamdan kam hollarda bizga ham kelib qoladi. MTZ80X komplekt 65 millionga berib yuboraman, lekin kami bor aka, faqat sizning texnika bozorim kanalingiz uchun deb qoldirdi akamiz. Xo'p do'stlar, bu qimmat-ku deb ba'zilar aytish mumkin. Yo'q do'stlar, mana buni pulushini qaranglar. Bu old tarafdan, orqa tarafdan hammasini ko'rsatgan. Komplektda pulugi, chizili, oldi lapatkasi ham bor ekan. Endi oldi lapatkalarni o'zi menimcha 15-20 million tursa kerak, adashmasam. Mana bu akamiz haydab ham ko'rsatgan albatta. Do'stlar, videoni albatta ko'rib boryapsiz. Traktor yongan holati, motorlari, mana old tarafda mana old lapatkalarning turishini qaranglar. Buni maza qilib minadigan traktor desa ham bo'ladi. Mana bu menimcha sizil holati bo'lsa kerak. Xo'p do'stlar, akamiz 0644 telefon raqami qoldirdi. Tezda telefon qilib soqqani bosinglar, bu traktor olib maslahat beraman, lekin xorijgarlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Qani ketdik. Bilaman, oramizda toshkentlik akalarimiz ham anchagina bo'lsa kerak. Texnika bozorim kanalini to'xtamasdan kuzatib, izohlarda omad so'zini qoldirayotgan akalarimizga alohida rahmat. Albatta izohlarda fikringizni qoldirib keting. Toshkent viloyatidan bizga MTZ80X kelibdi. Toshkent viloyati Bekobod tumanida ekan. Xo'p do'stlar, narxini akamiz 60 million so'm deb qoldiribdi. O'ta a'lo darajada motor, korobka, ularga kluch tegmagan, dokumentlari joyida deb akamiz qoldiribdi. 1151 telefon raqami qoldirgan. Xo'p do'stlar, shu orada bitta narsani eslatib o'tib ketaman. Texnika bozorim kanalidan telefon qilsanglar, akamiz o'zlari aytdi, 60 million so'm qilib beraman, lekin Texnika bozorim kanalidan ham telefon qilsalar, narxini idealniy narxda arzonroq qilib beraman dedilar. Menimcha 50 millionga pishdi gilos desa ham bo'ladi. Texnika lekin idealniy holatda turgan, balonlari ham yaxshi holatda desa ham bo'ladi. Rasmlarda ham ko'rib o'tyapsiz. Albatta mana bu balon qismini ham bitta ko'rsatib o'tib ketmasam, ko'pchilik akalarimiz qiziqadi baribir. Xo'p jigarlar, savdoga admin javobgar emas. Bunisini o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Akamizda texnika ko'p ekan, bemalol aloqaga chiqib borib ko'rib, boshqa texnikalar ham olsanglar bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Qani ketdik. Xo'p jigarlar, shu orada mana bu texnikani ham reklamaga o'tib ketmasam bo'lmaydi. Buni nimaligini o'zim unchalik tushunmayman, lekin nimaligini bilganlar albatta izohlarda qoldirib keting. Bilmaganlar bilib olsin desa ham bo'ladi. Traktor texnika minadigan akalar deyarli tushunsa kerak 99%. Endi men baribir tushunmas ekanman nimaligini. Lekin tanish narsa. Fasul apparat sotiladi, hamma joyi yaxshi. Manzil Toshkent viloyati Bekobod tumani, narxi 20 million. Kelishamiz, murojaat uchun 0685 telefon raqami qoldirgan akamiz 99 375 0685. Akalar bu endi nima chiqaradi bilmadim-u, lekin holati idealniy holatda debdi. Aka, narxini 20 million qilib beraman, lekin realniy toshkentlik akalar bo'lsa telefon qilib kelib, aka mana shu texnika bozoridan kelyapman deb shunday ko'rsatsa, texnika bozoriga obuna bo'lib like bosib qo'ygan bo'lsa, videoga shunday kelib ko'rsatsa, narxini idealniy narxda siz uchun chiroyli qilib beraman debdi. Akalar 0685 telefon raqamiga telefon qilinglar. Bemalol aloqaga chiqib olsanglar bo'ladi. Savdoga admin javobgar emas, bunisini o'zingiz bilasiz. Biz esa davom etamiz. Aka bo'ldi. Endi bir idealniy holatdagi yangi traktorlarni ham reklama qiling. Ha deb eski traktorlarni ko'rsatib yuborasizmi deb qidirib yurgan akalarga 2023-yilda ishlab chiqarilgan, diqqat bilan eshitinglar, yana qaytarib aytaman, 2023-yilda ishlab chiqarilgan 1221 ga 2 sotiladi deb akamiz qoldiribdi. Manzil Xorazmda ekan. Narxini aytishdan oldin albatta bir donaga like ni bosib qo'ysangiz arziydigan traktor desa ham bo'ladi do'stlar. Xo'p, bu Belarusimizni narxini akamiz 300 million so'm deb qoldiribdi. 9281 telefon raqami qoldirgan, lekin realniy shunday telefon qilib, aka YouTubedan ko'rib chiqyapman, Texnika bozorim kanalidan Umarbek degan ukamiz bor ekan. Mana shu ukamizni reklamasidan ko'rib chiqyapman, narxini qancha qilib berasiz desa, shitirsan degan bo'lsangiz, narxini chiroyli narxda qilib beraman deb akamiz qoldiribdi. Xorazmlik akalar izohlarda omad so'zini qoldirib qo'ying, albatta shu bilan ozgina bo'lsa ham mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Qani ketdik. Akalar, mana sizlarga ajoyib shedevr desa ham bo'ladi. Boya yuqorida ko'rsatgan 1221 2 traktori bu
Hamaragi desa ham bo'ladi. Ikkalasi ham bitta akamizniki ekan. Aka bo'lsa sizni Texnika bozorim kanalingiz obunachilari uchun bo'lsin. Narxini ham chiroyli narxda qilib beraman deb akamiz qoldirgan ekan. Akalar bu traktorimiz 1221 ga 2 sotiladi deb qoldiribdi. Xorazmdan ekan. Buni yili 2018-yilda ishlab chiqarilgan, lekin narxini aytsam dod devorasida o'zi ham. Shunday borib soqqani bosib ketasiz, srazi olasan. Do'stlar, uzr adashman, 1221 ga 2 deb 1523 u narigi 1221 ga 2 edi. Xo'p, narxini akamiz 210 million so'm deb qoldiribdi. 9281 doimgidek telefon raqam. Jigarlar, ozmoz adashmovchilik bo'lyapti. Albatta buning uchun uzr so'raymiz. Izohlarda fikringizni qoldirib keting va omad so'zini bir donagina omad so'zini qoldirib ketsangiz, shunchagina bo'lsa ham mehnatimizni qadrlagan bo'lasizlar. Jigarlar, buni motor, korobka, zadniy moz balolarni aytmasa ham bo'ladi. Kluch tegmagan idealniy holatda. Belarus 1221 nargisi bu 1523. Albatta ikkalasi ham bitta akamizniki ekan, 9281. Mayli, endi sizning obunachilaringiz uchun ikkalasini ham beraman. Birini 210 million, birini 300 millionga berib yuboraman, lekin aynan Texnika bozorim kanalidan chiqyapman desa, yanada chiroyli narxga qilib beraman debdi. Albatta 9281 telefon raqamlari bor, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Savdoga admin javobgar emas. Eng saralari oxirida biz davom etamiz sizlar. Qani ketdik. Oxirigacha ko'ring videoni, like bosing. Jigarlar, sizlar albatta Texnika bozorim kanalidasizlar. Izohlarda fikringizni qoldiring. Bizga Moskvich kelibdilar. Buni akamiz albatta nomer qoldirgan. Bu haqda uncha ma'lumot yo'q, lekin yoqib, minib, haydab, motor qismlarini ko'rsatgan holatlari bor. Yili 90-yilda ekan, 0826 telefon raqam qoldirgan. Andijon viloyati Izboskan tumanida ekan. Hozir e'tiboringizga albatta bu old tarafdan ko'rinishi, yon taraflardan ko'rinishidan bitta ko'rsatib qo'yaman, lekin motorlari shunday bir kalitka zavod bo'ladi. Hech qanday hech qayerga kluch tegmagan, idealniy holatda deb akamiz mana bu holatni ko'rsatdi. Albatta buni ham bitta ko'rib qo'ying. Benzinga yuribdi deb akamiz qoldirgan. Xo'p do'stlar, motor qismlari hozir yoqish holatini ham ko'rsatadi akamiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ring, saralari oxirida, hali hammasi oldinda do'stlar. Salon qismlari albatta. Jigarlar, buni narxini aytib qo'yib, akamiz zavod qilib bo'ptilar. Mana zavod qildilar. Akamiz va salon qismini ko'rsatyapti. Mana bu salon qismlari deb. Albatta videoni ko'rib o'z fikringizni qoldiring. Narxini akamiz 8,5 million deb qoldirdi. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi, biz esa davom etamiz. Qani ketdik. Oramizda buxorolik akalarimiz ham bormi? Bor bo'lsa izohlarda bor aka, ishingizga omad deb yozib keting. Albatta e'tiboringizga ajoyib Kasmix 135 traktorini ko'rsataman. Bu traktorni borib ko'rib bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Xo'p, buxorolik akalar uchun mana ajoyib shedevr alohida temada sizlar uchun chiqaryapman. Albatta hurmatlasizlar. Xo'p jigarlar, Kasmix 135 sotiladi. Narxini aytishdan oldin bir donagina like bosib keting. Albatta ekraningizda ham ko'rib turibsiz. Yangi Vipska 2002-yil Buxoro viloyati Shofirkon tumanida ekan. Narxi 140 million, kami bor. Aynan Texnika bozorim kanali uchun do'stlar. Bu haqida ma'lumot ko'p, deyarli qisqagina yozib qo'ydim akalar. Telegram kanalimizga o'tsanglar, hamma ma'lumot bor, o'sha yerga tashab qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, borib ko'rib, realniy olmoqchi bo'lsanglar, narxini chiroyli narxda qilib beraman debdi. Salon qismlari, balonlar, hammasi gap yo'q, idealniy holatda turibdi desa ham bo'ladi. Jigarlar, izohlarda fikringizni qoldiring. Texnika haqida ma'lumot albatta Telegram kanalida, biz esa davom etamiz. Qani ketdik. Lekin savdoga admin javobgar emas. Xo'p, texnika ishqibozlari uchun ekraningizda ko'rib turgan ma'lumotlaringiz bilan birgalikda Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yib, shunday ko'rsangiz bir donaga reaksiyangizni bosib, Telegram kanalida hamma ma'lumotlar bor. Ajoyib shedevr traktorcha Magnum 8940 traktor debman. O'zi ikkalasi ham bitta narsa, adashmasam. Magnum ham traktor ham bitta narsa bo'lsa kerak. Albatta izohlarda fikringizni qoldirib keting. Bu yerga Magnum 8940 sotiladi. Periodok ishlamaydi, motor remontdan chiqib turibdi. Motor xullas remontdan chiqib turibdi ekan. Korobka zo'r, hamma skorostda bor. Texnikani o'zi faqat narxi atiga 140 million, aynan Texnika bozorim kanal obunachilari uchun, lekin aynan Texnika bozorim kanalidan chiqsa yanada arzonroq qilib beraman debdi akamiz. Jigarlar, ajoyib shedevr desa ham bo'ladi. Albatta oxirida eng saralarni ko'rsataman degandim. Mana do'stlar, eng saralari sizlar uchun. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yib, bir donaga like va podpisatsiya tugmasini bosib, Telegram kanaliga o'tib hamma ma'lumot olishingiz mumkin. Savdoga admin javobgar emas, biz esa davom etamiz. Qani ketdik. Izohlarda fikrlar.